Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Hozirgi kunda biz 21-dekabrda turibmiz. Bugungi videomizni siz aziz obunachilarimizga dekabr oyining oxirigacha katta chegirma bilan sizlarga murojaat qilmoqchimiz. Xudo xolasa bizda hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 2 kun Madinada, 12 kun Makka shahrida bo'ladi. Xudo xolasa hozirgi kunimiz dekabr oyidagi reyslarimiz Toshkent Madina, Toshkent Jidda, Farg'ona Jidda, Farg'ona Madina hamda Namangan Jidda reyslarimizdan Primoy 50 boshlarimiz hamrohligida bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga shu videoda oxirigacha ko'rsalaring. Dekabr oyining oxirigacha katta chegirmali narxlarni sizlarga e'lon qilamiz. Hoji aka, ma'lumotlar uchun juda ham katta rahmat deymiz. Sababi bizni anchadan beri kuzatib borayotgan obunachilarimiz tomonidan beriladigan savollardan boshlasak, ya'ni hozirgi kunda gostinitsa oraliq masofalari va shart-sharoitlar haqida, gostinitsalarimiz necha yulduzli bo'ladi, shular haqida bir qisqacha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bizning gostinitsalarimiz Madinada ham, Makkada ham 4 yulduzli gostinitsa hisoblanadi. Xo'p, Madinadagi gostinitsalarimizni oraliq masofalari 150-200 metrda bo'ladi. Makka shahridagi gostinitsalarimiz oraliq masofasi esa 1,5 kilometr, biri uzog'i 1,8 kilometrgacha chiqadi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. 5 mahal namozga bemalol qatnashishlari mumkin. Hattoki tahajjud namozlariga ham avtobuslarni qo'yib berganmiz. Yosh kattalarimiz, hojdada hojilar bemalol kechki ibodatlarga ham avtobus orqali borib kelishsa haramga bo'laveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda dekabrda qaysi sanalariga hozirda qabullar davom etmoqda, hoji aka? Xo'p, bugun 21-dekabr bo'lsa, 22-dekabrdan boshlab 30-31-dekabrgacha har kuni kunora haftada 2 marta vodiydan, har kuni kunora xo'p Toshkentdan reyslarimiz bor. Bemalol o'zlariga yoqqan sanalariga telefon qilib o'z joylarini bron qilsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ishonchli va garantiyali turfirma axtarib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Centrum Holidays bilan birgalikda safaringizni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xo'p, hoji aka, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimizdan yana beriladigan savollardan biri bu narx masalasi. Ya'ni hozirgi kunda narxlarimiz ekonom paket bilan, ya'ni standart plus paketini farqi haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib keting. Xo'p, bizda hozirgi kunda standart plus paketimizni narxlarini ham hozir aytib o'tib ketamiz. Bizda hozir ekonom paketi bilan standart plus paketini hurmatli obunachilar farqini bilib olsalar yaxshi bo'lardi. Xo'p, ekonom paketida gostinitsalarda oralig'ida juda ham masofasi uzoq bo'ladi milliy taomlar bo'lmaydi, turk taomlarida bo'ladi. Farq shunda bo'ladi. Xo'p, bizning standart plus paketimizda gostinitsalarimiz masofasi yaqin bo'ladi, avtobus xizmatlarimiz bo'ladi, 50 boshimiz xizmatlari qo'shimchasiga xo'p ayol shifokorlarimiz, erkak shifokorlarimiz ham bo'ladi. Albatta 14 kunlik umra safarimizda o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek po'rlarimiz tomonidan ibodatga quvvat bo'ladigan o'zbek milliy taomlarimiz bo'ladi. Xudo xolasa. Farqi shunda. Farqi shunda, gostinitsa oraliq masofalarida. Endi hurmatli obunachilar, shuni ham inobatga olib qo'yinglar. Sababi ekonom paket bilan standart plus paketini farqi shunda bo'ladi. Tanlov o'zingizda, xohlasangiz u ekonom paketda, xohlasangiz standart plus paketida ketishingiz mumkin. Lekin Centrum Holidays turfirmasida faqatgina bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan paketlar hozirda amal qilyapti. Ya'ni standart plus paketi. Ekranda raqamlarni qoldiramiz, bemalol bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va joylarini bron qilinglar. Xo'p, hoji aka, narxini necha pul qilib berasiz hozirgi kunda? Narxini hozir bizda standart plus paketimizni dekabrda oxirigacha $1050 qilib beramiz. $1050 Farg'ona, Namangan hamda Toshkent aeroportlaridan Primoy Madina Jidda reys, Farg'onadan ham Madina Jidda reyslarimiz bor. Faqat Namangandan Primoy Jidda reyslarimiz bor. Uni ham narxini $1050 qilib beramiz. Bu paketimiz standart plusga kiradi. Bizda hozirgi kunda 30-dekabrga komfort paketimiz ham bor. Ustoz domlamiz Muhammad Rasul domlani vodiyliklar tanishadi. 30-dekabrga joylarimiz soni oz qolgan komfort paketimiz bor. 15 ta joyimiz qolgan, xudo xolasa, xohlagan odam standart plus paketida, xohlagan odam komfort paketida ketishlari mumkin. Uni narximiz $1450 qilib beramiz. Komfort paketimiz $1450. Xo'p, 8 kun Madina, 6 kun Makkasi bo'ladi. Madinani sog'inganlar bo'lsa, xo'p 8 kun Madinada bo'lishadi, 6 kun Makkada bo'ladi. Ularning narxi $1450 dan qilib beramiz, xudo xolasa.
Hoji aka, xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni berdi degan umiddaman. Agar qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar, hurmatli obunachilar. Albatta, Centrum Holidays tur firmasidan ko'rib chiqyapman deyish esdan chiqmasa bo'ldi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Hoji aka, rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.